Titrlashni argentometriya usulida galagen saqlovchi anorganik va farmatsevtik preparatlarni miqdorini aniqlash usullari. Argentometriya usulining mohiyati argentometrik titrlash titrometriyaning cho'ktirish usuli bo'lib, cho'ktiruvchi reagent sifatida kumush nitrat standart eritmasida ishlatilishiga asoslanadi. Titrlash odatda indikatorlar ishtirokida olib boriladi. Usulning titranti, asosiy titrant bu kumush, ya'ni kumush nitratning odatda 0,1 va 0,05 standartlangan eritmasi ishlatiladi. Kumush nitrat suvli eritmada beqaror bo'ladi. Kumush 1 kationlari suvdagi organik moddalarni oksidlaydi, yorug'lik ta'sirida fotokimyoviy parchalanadi. Shuning uchun avval kumush nitrat eritmasi taqribiy konsentratsiyada tayyorlanadi, so'ngra indikator ishtirokida natriy xlorid standart eritmasi bilan standartlanadi. Argentometriya turlari. Aniqlanish xiliga qarab 4 ta argentometrik titrlash usullari mavjud. Birinchisi Gay-Lussak, ikkinchisi Mohr, uchinchisi Folgard, to'rtinchisi Fayans-Fisher-Txadakov usuli. Birinchisi, demak, Gay-Lussak usuli. Gay-Lussak usuli galagenit iollari kumush nitrat standartlangan eritmasi bilan indikatorsiz bevosita titrlash hisoblanadi. Ton vizuali, ya'ni kumushni cho'kmaga tushishi yakunlangan va eritmani tiniqlashgan lahzasi asosida aniqlanadi. Tonda tahlil qilinuvchi eritma bilan titrantning ta'sirlashishi chegarasida loyqa hosil bo'lishi yoki bo'lmasligi kuzatiladi. Usulning afzalligi kolloidlarning aniqlashni sezgir usuli, kuchli kislotali muhitda titrlash mumkin, rangli eritmalar tahlilda qilish imkonini beradi. Kamchiligi usul serdiqqat ishlashni yetarli malaka, ko'p vaqt, e'tibor talab qiladi. Mohr usuli galagenoid ionlarning indikatorlari ishtirokida kumush nitrat eritmasi bilan bevosita titrlash, xlor, bromni aniqlashda qo'llaniladi. Lekin bu usul yod va boshqalarni aniqlashga imkon bermaydi, chunki titrlash vaqtida cho'kmalari bilan birgalikda kaliy xromatning birgalashib cho'kishi sodir bo'ladi. Afzalligi ton buni aniqlash juda qulay, kamchiligi usul neytral sharoitda qo'llaniladi. Kislotalida erib ketadi, ishqoriyda hosil bo'ladi. Folgard usuli. Xo'p, tiatsinat eritmasi bilan indikator temir ammoniyli achchiq tosh ishtirokida eritmadagi ionlarning qoldiqlarini titrlash usuli bilan aniqlashda ortib qolgan kumush kationlari titrlash usuli hisoblanadi. Titrlash sharoiti. Indikator tarkibida temir +3 kationlari ionlari gidrolizda saqlash uchun eritmaga qo'shiladi. Fayans, Fisher-Txadakov galagenit ionlari kumush nitrat eritmasi bilan adsorpsion